Assalomu alaykum, hurmatli kasallar, yor birodar og'aynilar. Sizlarni oldab Tohirbek klinikasi deb chaqirsa boraverasizlar. Mana yerga bizga kasallar kelib, Tohir aka mana shunaqa sizga davolangani kelsak, bu betamizda Tohirbek klinikasi emas. Biz filialmiz ulardan klinikaga. Tohir akadagi davolaymiz. Tohir aka hezala emas, yina qo'yib elektroforez qilib. Tohir aka urug' avlod ajdodlardan kelayotgan ish qiladi. Bularni urug' avlod ajdodlarida, yo'masa bir yerda o'qib, bir narsa qilish qo'lidan kelmaydi. Kasalli qayerga borsangiz ham yotqizib, nima bo'lyapti? Bu yerda og'riq bo'lyapti. Hop, yoting. Elektrotni bilan ko'rib, og'rig'ini olib, qani endi turing, ko'raylikchi, qayerda og'riq bor. Demak, og'riq qolmadi. Mana shunday siz top-toza bo'lasiz. Mana shunday ahvolda ketasiz bu yerdan. Og'riq degan narsa bo'lmaydi. Grijani kuydirib tashlaymiz. Xo'sh, bular nima qilyapti? Qo'lidan u tomoni kelmasdan endi elektroforezlarni, yana ignalarni qo'yapti. Yana Tohirbek klinikasiman deyapti. Ana yerda bitta cho'chqa bor. U cho'chqa taksichilarga aytib qo'ygan. U bo'lsa menga qo'ng'iroq qil, men o'zim bojamga olib kiraman. Qanaqa boja? Meni bojalarim o'lib ketgan. Qaynsinlarim ham o'lib ketgan. Hech kimim yo'q meni. Shogird bitta meni o'zimni qizim. Leyla. U xuddi meni singari shunday yotqizib, dorilarni olib yaxshi tushuncha beradi. U xushbigida. Yangi tashmida emas. Men singlisiman, unaqa ekan, bunaqa ekan. Meni xotinim, singlim ko'payib ketdi. Shogirdlarim ko'payib ketdi. Hech kimga quloq solmang. Men o'zim ko'rmagunimcha hech kimga quloq solmang. Agar o'z xohishingiz bilan borsangiz, boravering. Biz rozi. Bir ish qilayotganda yaxshilab o'ylab ish qilinglar. Daraxt bir yerda ko'karadi. Bular bo'lsa, unda qo'yaverasiz. U qo'parib ketdi. Hamma yo'qni on-tar qilib ketishdi bular. O'zi vatan gadosi edi. Yalang'och edi. Men uni qo'rqmasdan gapiraman. Nimaga desangiz, mana mahalla biladi, men turgan yerimdagilar. Uylar tushib ketgan. Hamma yo'qni qilib berib, mana yerda xalq tarantarosh qilib, bojajonim bilan qissalarni to'ldirib, yana Tohir bilan men do'g'risoqlik qilganman. Iya. Bergan pulingni do'lasi bor, Tohir akaga beraman. Bu kassadagi hamma pul meniki-ku. Sendan xalqi oldab o'g'irlagan pulingni olamanmi? Biting qursin, ahmoq. Endi shuni sizlarga aytib qo'ymoqchiman xolos. Hech kimga ishonmanglar. Kerak bo'lsa, ana 4 ta 5 ta nomer turibdi. Qo'ng'iroq qilasizlar, gaplashamiz. Salomat bo'linglar. Hech kimni hech qayta ormasin. Allohim o'z panohida asrasin.